Bola agar bog'chaga chiqmasa eng ko'p nima yo'qotadi? 3tasini sanab bera olasizmi? Juda ko'p narsa yo'qotadi o'zi. Bo'pti, men sizga 3tasini sanab beraman. Birinchisi ijtimoiylashish. U boshqa bolalar bilan o'ynab, muloqot qilishni, hamkorlik qilishni, navbat kutishni, boshqa odamlarni tushunishni eng muhimi o'rganmaydi. Shu bilan birga o'z his-tuyg'ularini boshqarishni, o'z fikrini to'g'ri tushuntirishni ham orqada qoldiradi. Ikkinchisi maktabga tayyorgarligini. Bog'chada bolalar ertak eshitish, raqamlarni, harflarni tanish, qo'l motorikasini rivojlantirish, qoidalarni eng muhimi tushunish kabi maktabga tayyorgarlik uchun muhim ko'nikmalarni o'rganadi. Bog'chaga bormasa, bu ko'nikmalarni rivojlantirish juda qiyin, ishonavering. Uchinchisi va eng muhimi, u mustaqillikni yo'qotadi. Bog'chaga boradigan bola ovqatlanish, kiyinish, o'yinchoqlarini yig'ishtirish, hojatxonadan foydalanish kabi kundalik odatlarni o'rganadi. Uyda esa ko'pincha bu vazifalarni ota-ona yoki doda-buvalar bajarib qo'yadi. Bu holatda bolada mustaqillik shakllanmaydi. Bu yo'qotadigan narsalari. Lekin ona uyda bolaga bor fokusini beradigan bo'lsa, bu yo'qotilgan narsalarni albatta o'rnini to'ldirishi mumkin. Bu videoni bolasini bog'chaga beraymi, yo'qmi deb o'ylab yurgan ota-onalarga jo'natib qo'ying.